Bugün yangi video olishga tayyorlanib, yangi video olishni ham boshladim. Do'stlar, videomizni yoqayotgan bo'lsalar, obuna tugmalarini bosib qo'ying. Va bugun biz siz bilan Modcraft va Flay Gamer. Xo'sh, bugun biz daryo bo'yida, ya'ni dengizlar bo'yidagi mayoqni yasashga urinamiz. Do'stlar, videomiz yoqayotgan bo'lsa albatta like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Va biz videoni boshladik. Flay Gamer taxlanishni boshla. Va bugungi videomizda do'stlar, shunchaki devorni qurmadik. Nimaga deganda, shunchaki vaqt sarflaydi. Vaqtimiz kam edi, shuning uchun. Xo'sh, va menga albatta bizga kerak bo'ladi. Qani bu? Qani edi u? Ha, bo'ldi. Qizil va oq rangdamidi? Ha, oq edi. Oq edi. Qizil va oq ranglardan. Birinchi qavatni albatta qizil qilaman. Xo'sh, yaxshi. 3, 4, 5. Men obunachilar bilan salomlashmayapman-ku. Ha, Flay Gamer siz bilan salomlashmoqchi do'stlar va gaplashishni. Yaxshimisizlar? Uylarda tinch o'tiribmisizlar? Yana qarang, darsingiz bor bo'lsa, nimangiz bor bo'lsa, nima etmang. Vaqtingiz bor payti ko'ring. Darsingiz bor payti ko'rmang, sizga aytib qo'yaman. Xo'p do'stlar, biz bu videoni davom etamiz va mayoq kimniki ajoyib chiqqan bo'lsa, albatta nimalarni yozib qoldiring kommentlarda. Va biz bu Minecraftni shunchaki oddiy Play Google ilovasidan yuklab oldik. Bir kishi toshga bo'ladi, bir kishi shunchaki ulanadi. Shu tamom, xolos, xolos. Do'stlar, buni menimcha tushunmadingiz. Shuning uchun buni sekin-sekin sizlarga tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda zon ochayotgan odam videoni nima qiladi? Boshlashni bosadi. Video haqida gapirib ketdim, uzr do'stlar. Xo'sh, birinchi navbatda birinchi kirgan odam play degan joyga kiradi. Albatta u tochkani qo'shib oladi, ya'ni mobil.com, shu mobil. Do'stlar, negadir gap bilan tushuntira olmayapman. Chunki tilim aylanmayapti-da, shuning uchun do'stlar, sizga bu haqida ham hali video olib o'tamiz. Xo'sh, yaxshi. Uzr kechirasizlar, mening telefonimdan nosozlik chiqdi, shuning uchun bitta videoni to'xtatdik. Aka? Xo'sh do'stlar, video bitta sifatsizroq bo'lyapti. Agar sifatliroq bo'layotgan bo'lsa, albatta kommentlarda yozing. Negadir menga sifatsizroq tuyulyapti-da, shuning uchun. Xo'sh, yaxshi. Hop. Xo'p. Mana. Buni mana shu shaklda ko'tarib olaman. Mana shu shaklda davom etadi.
Yaxshi do'stlar, videomiz yoqayotgan bo'lsa albatta like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Biz ba'zi montajlarni qila olmaymiz, ya'ni arti kayzo ana shular kabida. Shuning uchun shunchaki video davomida aytib o'tib ketaman. Bizda esa hali unday montajlar qilish uchun imkoniyatimiz yetmaydi. Ham bizlarda ham podpiska bo'ling, bizlarda qanday montaj qilish shuni bilmayapmiz, aka. Xo'p, do'stlar, albatta videomizni kuzatib boring va mayoq o'xshayaptimi? O'xshayapti-ku. Xo'p. Biroz ko'tarsam yana bir qator qo'sh. Va uni tepaga chiqish uchun ham bir mexanizm qilishim kerak. Xo'sh do'stlar, videoni davom etamiz. Siz bizning mehnatimizni qadrlagan holatda like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Shunchaki ko'p, ya'ni 100 ta obunachini xohlamaymiz. Bizga shunchaki 10 dona obunachi yetarli. Do'stlar, bu videomiz mening bas kanal, Instagramda ham kanallarim bor. Buni esa kanal opisiyaniyasida qoldirib ketaman. Instagramga ham o'tib obuna bo'ling. Akamda obunachilari kamroq Instagramda, aka. Xo'p. Men tepani qurishni boshlayapman. Yaxshi, xo'p. Do'stlar, videomizda kim g'alaba qozonishini ham böyle. Va bizga bunday yaxshi. Bir uxlab turaylik. Xo'sh, bu yerni qirqib tashladim. Xo'sh. Bizga bu yerni qilish uchun qaysi blok kerak edi hali?
Bu ana bunday qilsam ham yo'q. Ha mana bo'ldi. Bo'ldi. Xo'sh. Afsuski do'stlar, bu Minecraft'imizda endermanlarda ender ko'z tushmaydi. Ya'ni ender jemchug deydilar-da. Biz bo'lsa endermanning ko'zi deymiz. Va do'stlar, videomizni qo'llab-quvvatlagan holatda videoga like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Xo'sh. Voy. Xo'sh, bo'ldi. Mana. Xo'sh, yaxshi. Endi esa bu yerlarga ham ozgina qo'shimcha qo'shamiz. Yaxshi. Endi buning qoq markaziga mana bundan qo'yamiz. Mana bu. Qanday u? Xo'sh, ostop olay hozir. Shu yerlarda edi bu. Ha, yo'q, bu yerda edi. Xo'sh. Desa, ana bu yerdan mayog'imiz kichikroq bo'ldi, lekin bo'ladi. Xo'sh, bo'ldi. Xo'p, yaxshi, xo'p. Mana bunday qilib bo'ldi. Bu yer tunda qorong'i bo'lmasligi uchun mana bu yerlarga bir ikkita yonadigan narsalardan qo'yamiz. Xo'p. Xo'p. Mana bunday qilsak, ikkalasi ham yonar ekan. Bo'ldi, bu yer qorong'i bo'lmaydi. Voy, bu o'yinchoqni qara. Endi esa bu shunchaki tomni o'raganday qilib biroz noqulayroq, shuning uchun albatta oyog'imizning chiroq nurlari ko'rinishi kerak. Keyin sindirib chiqaman oyoqlarni.
bu joylarni bo'ladi. Xo'sh, yana endi mana hozir bu yerga bitta mexanizm qilamiz. Mana ana bunday qilsak ajoyib bo'ladi, chunki barcha joy yorug' bo'ladi. Mana bu yerga mana bu va bu. Mana voy, bu yerdan kirolmayapman-da. Pastdan kirishimga to'g'ri keladi. Xo'sh. Mana bu yerdan eshik bo'ladi. Mana beshik qo'yamiz. Nega unda eshik qo'ydingiz desangiz yoki shunchalik garangmisiz deyishingiz ham mumkin, bilaman. Voy, harom, bu ham shu yerda o'ldi. Men bu yerdan boshqa usulda bir narsa yasayman. Bu yerdan xo'p. Xo'p. Mana. Mana yo'q, to'xtang. Bu yerni shunchaki hozir bu yerga. Xo'p, yaxshi. Mana yondi. Yondi. Mana yaxshi bo'ladi. Mana bu yerlarga ham mana bunday qilsam, bu yerni sindirib, yana bundan qo'yib, mana bunday qilsamchi, ajoyib bo'lar ekan. Bunday bu yerga ham redstone o'tkazaman, ulab qo'yaman, tamom. Ajoyib bo'ldi. Xo'sh, bizga esa chiroyli taxta qo'ysak, mana xo'p, yaxshi. Endi bu yerni bunday o'rab chiqsam bo'ldi. Mana endi menga bu oynadan mana bo'ldi. Do'stlar, albatta kimning xo'sh
mayog'i ajoyib chiqqan bo'lsa, albatta kommentlaringizda kutib qolamiz. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi. Mana shunday qilib chiqsam, bu yerdan esa kirib chiqsam, va mayoq juda ham ajoyib bo'ladi. Bizni mehnatimizni qadrlagan holatda obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Bizning shuncha harakatlarimiz zoya ketmasligi uchun shunchaki like, obuna tugmasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Vaqtingiz ketmaydi. Bularni bosish uchun 1 daqiqa ham vaqtingiz ketmaydi albatta do'stlar. Buni bilsangiz ham kerak. Obunachilar mehnatni qadrini albatta biladi. Siz ham video olib ko'rsangiz, siz ham bilasiz. Obunachi yig'ish esa juda ham qiyin. Xo'sh. Bu yerdan tez tushish yo'lini qilish kerak. Xo'sh. Bilsangiz Minecraftda suvga tushib ketsangiz o'lmaysiz, suvga tushsangiz. Va noto'g'ri ketdi. Xo'sh, ana. Albatta bu chiroqning hech qachon energiyasi tugamaydi. Xo'sh. Buni esa doim yoqib qo'ysak ham bo'ladi. Va bu qanday tushib o'lmaysiz desangiz, hali davomi ham bor. Albatta bizga suv kerak bo'ladi, suv. Mana. Va mana bu mening mayog'im. Mana do'stlar, kimga yoqqan bo'lsa albatta kommentlarda yozib qoldiring. Bu bizning yangi video chiqarishimiz uchun katta turtki bo'ladi. Hozir buni ham bunday qilsam bo'ladi. Mana. Xo'sh. O'zimizdan bir nechta qo'shimchalar qo'shamiz va endi esa juda ham chiroyli bo'ldi. Do'stlar, kommentlarda kimning mayog'i chiroyli chiqqan bo'lsa, albatta kommentlarda yozing. Biz shunga qarab g'olibni aniqlaymiz. Chiqsam bu yerdan, men bu yerni ko'mib tashlayman. Skelet. Hamma shu yerda turaversin.
Xo'sh, hozir ukamning taxlaganini ko'rishim kerak. Uka boraveraymish qilib. Ha, yaxshi. Men g'olib bo'lsam yo'q. Ichini bezatib chiqyapman. Men esa yana bir ko'rib chiqaychi. Yaxshi, hech qanday muammosi yo'q. Eshigini yonini biroz bezashim kerak ekan. Mayli, bunday qilib. Juda ham zo'r bo'lar ekan. Mana ajoyib bo'ldi. Bu yerga kirayotganda dastakni yopib kiramiz. Va mana. Hozir men ham ichini bezatsam ham bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Bu yerga sandiq. Albatta qorin to'qlash uchun narsa. Albatta yotish uchun joy. Ovqat pishirish uchun pechka. Albatta verstak. Xo'sh, yaxshi. Mana bu yerda bu bo'ladi. Bu yerda sandiq. Ehtimolga qarshi ip. Purg'. Paqir. Bitta verstak, bitta. Bu bitta divan. Qanchadir daraxt. Va albatta ozuqa uchun. Bu yerda albatta juda ham ko'p moblar bo'ladi. Shuning uchun bu yerga bir nechta narsalardan qo'yib yuboramiz. Bitta eshik. Va yeyish uchun mana bu go'shtlardan solib yuboramiz. Daraja kerak bo'ladi. Shuning uchun endi yana uyushtiruvchi. Albatta pishirish uchun ham narsalar bo'ladi. Va yana bir narsalar qo'shsam, xo'sh, ya'ni mana. Mana bunday qilsam ham bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Va bu yerni albatta bezatib chiqamiz. Bo'ldi va juda ham ajoyib bo'ldi. Menga yoqdi. Sizga qandayligini albatta kommentlarda kutib qolamiz. Va bularni o'chirib, ukam ham bo'libdi. Buni o'chirib qo'ysam ham bo'ladi. Ha, yaxshi, endi ketdim. Bir ukamni ham ko'rib kelaychi. Ukam ham juda ham chiroyli quribdi. Uka, keldim. Mana. Hop, bo'ldi.
ukamga ham bir ikkita narsalardan qo'shib yuboray. Juda ham chiroyli. Hozir 1 daqiqa kutib tur. Men ham bir uyingga bir narsalar qo'shib qo'yay dedim-da. Ana. Voy. Qabiyaga versak qo'yamiz. Nima yo'q ichida? Xo'p, shunchaki bosilib ketdi. Mana ikkinchi qavat bu narsa ichish joyi. To'xtang. Bir narsa qo'yishim. Voy, bu yana deb. Ha, ya, xo'p. Bo'ldi, qaramadim, voy. Mana. Bu yerda bunday nima aytiladi? Dona mayo boshqariladi. Tepe mayo. Oho, mayo yo'q o'chirsa ham bo'ladimi? Faqat jon o'chiradi. Endi menikini ko'ramizmi? Men desam bunday qavatlari yo'q lekin. Albatta do'stlar, kimga zo'r chiqqanini kommentlarda yozib qoldiring va biz shunga qarab kim g'alaba qozonganini ko'ramiz. Mana kel uka. Mana bu yerda kirish joyi. Kir. Bu yerda shunchaki yashab qolish ham mumkin. Mana. Chiq. Va mening oyog'imni esa yoqib o'chirsa bo'ladi. Kel, chiq. Ha, ko'rmaslik damlavasini ichdingmi? Mana menikini yoqib o'chirsa ham bo'ladi. Ha? Men ham ko'rmas bo'lib qoldimmi? Ha, mana bo'ldi. Qanday qaytdim? Mana. Va bu yerdan shunchaki oson tushish yo'li bor. Pastda temir eshik bo'lgani uchun oq qayta ochib bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu yerdan tushsak bo'ladi. Voy. Точно. Qayerga taxlavdim. Bo'ldi. Jack verstak bilan taxlab oldim. Mana hattoki buni ustlarda ham qildim. Voy. Ha? Aka jonli go'ting. Bu videomiz shu joyda tamom bo'ldi. Vaqtimiz ketgani uchun bu videomiz shu joyda tamom bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz shu joyda shunchaki tamom qilamiz. Videomizga like, obuna tugmalarini albatta bosib qoldiring, bosing. Bizning buncha qilgan harakatimiz sizning atiga bir necha sekundlik bosishingiz bilan teng. Va sizlar bilan bugun Fly Gaming, Modcraft va Fly Gaming. Ha, bugun biz sizlar bilan mayoq qurish jangini o'tkazdik. Va xayr do'stlar. Aka chiqmang.